Ana ular beni uyda itarib qaydan chiqarmoqchi. Ha, o'pkangni bossangchi. Ha, uyatsiz yaramaslar. Shunday tabarruk xonadonni jinni bozor qo'yarsanlar-ku. Ha, peshonam qurisin. Bu balo boshga qayerdan keldi, ha? Ha, bunaqada rahmatli Azim Sher go'rda tikka turadi-ku. Hay, bu maynoqchilik kimdan chiqdi? Gapirlaring, mumchilaganmisanlar? Mendan chiqdi. To'ppa-to'g'ri oyijon. Birinchi o'zi kelib oldi. Keyin men bularni hammasini keltirdi. Ko'rdingizmi? Keyin men bu muzikasini qo'yib yubordi. Shunaqa qomat boshlandi oyijon. Sotdi. Bu maynoqchilik kimdan chiqqanini endi bildim. Bemaza buzoq podani bog'latadi deb shuni aytishadi. Nima qilib qo'yibman? Aybim hovlingizga ozgina toza havo kiritganimmi? Bular ham o'ynash kerak-ku. Nima qilardi oyi? Ha, qizlar. Rostdan ham oyijon, axir yolg'izmiz-ku, erkaklar ham yo'q. Ha, hali shunaqa deylar. Bo'pti. O'ynamaysanlarmi? Qani boshla. Lekin menga to'g'ri kelmaydi. Siz. Kunja to'yinga bunaqangi xotinlar beraman deb sira o'ylamagandim. Men buni birinchi kundanoq bilganman, meni yoqtirmasligingizni. To'xta akam, siz aytgan qizni olmasdan men olganlar uchun uni hech qachon kechira olmaysiz. Bilsang bo'pti. Tilingni tiyib yur. Bu hovlida meni aytganim bo'ladi.